o'zingiz haqingizda eng qisqa ta'rif deb so'rovnoma o'tkazamiz. Qaysi bloger o'ziga qanaqa ta'rif berar ekan? Men Ulug'bek O'rinboyevman. G'allorol uz Instagram kanal. Pullik ishlar. Reklama hisobga olinmaydi. G'allorol uz admini. Nursulton. Reklama hisobga olinmaydi. Qanaqa fikr aytish kerak o'zi? Eng qisqa ta'rif o'zim haqimda ya. Hammasi o'zi maqtashga ketib qoladi-da. Yo maqtashim kerak, yo yomonlashim kerak-da. Rostgo'y inson. Har zamonda shu bexosdan yolg'on gapirib qo'yaman. Men mafiyaman. Noshim bor aka. Soddaman. Obbo sodda mug'ambiri. Men boshqalarni nima desam bo'ladi? Saydolimxon. Men aytyapti. Bir xatolarim deb o'zimni asabimni egovlab yuradigan odamman-da. Ashi meni ta'rifim bo'ldi. 29 ga juda tez kirdim bo'ldi. Umr oqib o'taverar go'yoki daryo. Oddiy qassob. Xalqimni buyuk qilish maqsadida ketayotgan bir inson deb bilaman. Men zo'rman. Nomer aziz bloger bo'lib qolgan. Eng o'zim haqimda eng qisqa ta'rif, Xudoga shukr, o'zimga o'zim omad tilayman. Boshqalarga omad tilamayman, chunki sog'ligimga o'zim sog' bo'layin, ilohim. Hech qachon odamlarning gapiga ko'ndalang qo'shib kerakdan vajohatimni ko'rib, qanday ulug' zot bilan uchrashib qoldi deb o'ylayotgan bo'lsalaring kerak. gazini bosish kerak. Shu men negativlarga umuman e'tibor bermayman. Hammaga rahmat, omuna bo'lib, shu akamizga ham omuna bo'lib qo'ysin. Yaxshi bola. Eng zo'ri futbol bo'yicha. Eng yaxshi ta'rifni, eng qiziqarli, kulgili ta'rifni kommentariyada belgilab ketasiz.